Kuni kecha oldimdan bir video chiqdi. Bu Dilshodani videolari va bu narsani odamlar hali ham osonroq deb fikrlashlari menimcha bilimsizlikni eng past darajasi bo'lsa kerak. Gap mana bu video haqida ketmoqda. Izoh qoldirgan haligi ayol: "Men o'zim tug'maganman, men kesirva bilan tuqqanman. Bolamni emizmaganman, shuning uchun qaynonam, erim bolada sani haqqing yo'q deyishadi" deb yozibdi. Qanaqa tupizm gap, xaf bo'lmanglar odamlar. Ispitaniya qanaqa bo'lishini tushunmaysizlar. Duysorani o'zim tug'olmaganman. Kesirva bilasizlarmi, qanaqa strashniy narsa. Belinglardan mashinchalik ninani tiqishadi. Agar nito tushib qolsa, o'sha nina все, deb bir umrga invalid bo'lasan. Bu 50 risk. 7 qavat terilarni kesishadi, 7 qavat ter kesiladi, tepada bunday lampa bo'ladi. Ana o'sha lampada mamtida to'sib qo'yadi kesirva, lekin o'sha lampada nima bo'layotganigacha taningiz so'yib tashlashayotganini ko'rasiz. Bolani ezib chiqarishadi, havo yetishmaydi. Men masalan kesirva payti Bibisorani olishgan, bag'rimga qo'yishmagan, chunki men o'zimdan ketib qolaverganman. Narkoz ko'tara olmaganmanmi bilmayman. Bag'rimga qo'yishmagan. Qizli bo'ldi, tabriklaymiz deyishgan, bundoq qizimga qaraganman, даже yig'lamaganman. Og'riqdan, strashniy narsadan, titrashlardan eslasam Kesirva bu operatsiya azizlar, eng og'ir operatsiyalardan biri. Va odatda operatsiya boshidan o'tkazgan odamlar haftalab yotib tiklanishadi. Lekin kesirva jarayonini boshidan o'tkazgan ayol afsuski raddomni o'zidayoq ertasi kuni turib, o'zida kuch topib, farzandini ko'tarib, uni parvarish qilishiga to'g'ri keladi. Va hattoki bu narsa tug'ruqxonadan chiqqandan keyin ham davom etadi, keraklicha yordam ko'rsatilmaydi. Qolaversa, kesirva orqali farzandini dunyoga keltirgan onalar qiynalishmagan, ular og'riq his qilmagan deyish juda ham ahmoqona fikr. Ko'p holatlarda kesirva bu majburiy, ya'ni majbur bo'lingandan bu jarayon amalga oshiriladi, onani va bolani hayotini saqlab qolish maqsadida. Va ko'pincha tug'ruq jarayoni boshlanib bo'lgandan keyin, ona raddomga kelgandan keyin ushbu operatsiyani o'tkazishadi va bunda ona yetarlicha og'riqlarni his qilgan bo'ladi. Va oxirgi etaplarda ushbu kesirva secheniya jarayoni amalga oshiriladi. Shuning uchun jamiyatimizda bu kabi fikrlarga va ajratishga, o'zi tug'di, o'zi tug'madi, qiynaldi, qiynalmadi kabi fikrlarga ajratishni bas qilishimiz kerak.